Demak, biz test savollar tahlilini boshlaymiz. Quyidagi shakllar bir qonuniyat asosida joylashtirilgan. Bu ketma-ketlikning bo'sh katagi quyidagilardan qaysi biriga mos, deyapti. Demak, yaxshilab e'tibor bersak, mana bu birinchi shaklimiz. Birinchi shaklimiz demak, mana ikkinchi shaklga o'tib qolgan, ya'ni mana bu tagidagi bitta yaproqcha yo'qolib qolgan. Keyingisiga uchinchi shaklga qaraydigan bo'lsak, endi tagidagi bitta yo'qolgan edi boya, endi chap tomondagi yana bittasi yo'qolib qolmoqda. Ya'ni bu soat strelkasi bo'yicha yaproqlari, mana bu bargchalari yo'qolib bormoqda. Demak, keyingisida albatta mana bu yo'qoladi. Ya'ni mana bu endi noma'lum joylashgan hududdagi shakl bitta yaproqchali va u o'ng tomonga qaragan bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javob bu yerda D variant bo'ladi. Keyingi ikkinchi masalaga o'tamiz. Iltimos, oxirgi post tagidagi kommentariyalarga yozib qoldiring. Ko'rinyaptimi? Aloqa yaxshimi? Sababi menga sezilmaydi. Demak, ikkinchi masala. Bo'sh bo'lgan hovuzga birinchi kuni ma'lum miqdorda suv solindi. Keyingi kunlar esa bir kun avvalgi kunda qancha suv bo'lsa, shuncha suv solindi. Agar hovuz 10 kunda to'ldirilgan bo'lsa, hovuzning yarmi necha kunda to'lgan? Ya'ni mana bu hovuz deb tasavvur qilamiz. Hovuz deb tasavvur qilamiz. Har kuni oldingi kundagidan 2 barobar ko'p solingan. Ya'ni birinchi kuni mana shuncha solinsa, ikkinchi kuni undan 2 barobar ko'p, mana shuncha solingan. Keyingi kuni o'sha undan yana 2 barobar. Ya'ni mana bu birinchi, ikkinchi bo'lak yana 2 bo'lak solinganda go'yoki mana bu 3, 4 bo'lgan. Xuddi shu shaklda. Endi hovuz 10 kunda to'lgan bo'lsa, bu yerda javobida xatolik ketibdi. Mana bu sariqda belgilanganda 10 kunda to'ldirilgan bo'lsa, hovuzning yarmi necha kunda to'ladi? Yarmi 9 kunda to'ladi. Sababi 10-kuni mana 10 kunda to'lgan bo'lsa, 9-kuni shuning yarmicha suv bo'ladi-da. Ya'ni 9 kunda to'ladi. To'g'ri javob demak D variant bu yerda. Keyingi uchinchi masala. Rasmda ko'rsatilgan qaysi shakl qolgan shakllar bilan bir xil yuzaga ega emas? Bu yerda mana bu A jism yoki A shakl, B shakl, C shakl, D, E shakllar nechta katakdan tashkil topganligini tahlil qila olish kerak. Yaxshilab e'tibor bersak, mana bu A shaklini to'ldirib chiqadigan bo'lsa, mana bu zaylda. A shaklimiz 1, 2, 3, 4, 5 ta kvadratdan tashkil topgan. B shaklimiz ham xuddi shu tarzda 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana bu S shakliga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, S shaklimiz mana bitta, ikkita, 3 ta. Mana bu bilan 4 ta, mana bu 2 ta yarim 5 ta bo'ladi. 2 ta yarim bitta butunni berib va mana bu 6-chi. Ya'ni S 6 ta bo'lyapti hozircha. Mana bu ikkalasi 5 ta 5 tadan bo'lyapti. Hozircha bu yerda farqli, demak S shakl. Endi D ni ham shu xuddi shu zaylda demak sanab chiqamiz. Mana bu bitta, mana bu 2 ta, mana bu 3 ta, mana bu 4 ta, mana bu 2 ta yarimni qo'shsam 5 ta bo'ladi. D ham 5 ta katakchadan tashkil topgan. E ni ham sanasam, E ham mana bitta, mana 2 ta, tak, mana bu 3 ta, mana bu 4 ta va mana bu 2 ta yarim 5 ta bo'ladi. E ham 5 ta, demak kvadratdan tashkil topgan. Bu yerda demak qolganlari bilan bir xil yuzaga ega bo'lmagan yagona shakl bu S shakli bo'ladi. 3-chiga demak S javob. Keyingi 4-chi masala. 3 ta qunduz 12 kunda to'g'on qurishdi. Bahorda to'g'on buzilib, suvda oqib ketdi. Qunduzlar qo'shnilarni yordamga chaqirib, 4 kunda xuddi shunday oldingiday qilib to'g'on qurishdi. Ular nechta qo'shnisini yordamga chaqirishgan? Demak, deyishibdi. Ovoz bo'linib kelyapti deydi. Endi yaxshilashdimi ovoz? Demak, bu masala quyidagicha yechiladi. Qarang. Tasavvur qilaylik, x ta qunduz bo'lsin bizda. X ta qunduz. X ta qunduz. Demak,
12 kunda demak to'g'on qurishibdi. Hop. X ta kunduz 12 kunda demak qandaydir bir A hajmli to'g'onni qurgan. Endi hop 4 kunda demak endi 4 kunda quribdi. Ya'ni endi yordamchilar paydo bo'lyapti. Hop. Hozir buni bunaqa shaklda aytsak ham bo'ladi. Enter. Buni osonroq usulini qanday qilinardi? Demak, bitta qunduz x kunda qursin. 12 ta enta qunduz 12 kunda qurish kerak. Ya'ni ish o'zi bunaqa formula bor. Ya'ni ish hajmi teng ish unumdorlik ko'paytiruv vaqt. Mana shu formula bor. Ya'ni ish unumdorlikka vaqtni ko'paytirish kerak. Bizda endi ish unumdorliklari xo'p, vaqt 12 kun, ish unumdorliklari x da. Demak, endi x ga qanchadir qo'shnisini chaqirgan y da, endi 4 kunda qurgan o'sha a ta demak to'g'onni, o'sha a ish hajmini bajargan. Hop, buni demak qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak hozir bu masalani keyin tahlil qilamiz. Keyingi masalaga o'tib turaylik. Hozir buni oson usuli bor edi. 4-sinfda sababi bu aslida yuqori sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan, lekin 4-sinflar uchun ham buni osonroq usuli bor edi. Hozir biroz chalib qoldim. 5-masalaga o'tib turaylik. Fikrlab sayyorasidagi bir sutka yerdagi bir sutkadan 40 minut uzunroq. Fikrlabdagi bir hafta yerdagi bir haftadan qancha farq qiladi deyapti. Demak, qarang, bir kun fikrlab sayyorasidagi demak bir kun yerdagi kundan 40 minut uzunroq, ya'ni plus 40 daqiqa, 40 minut qo'shish kerak bir kuni. Endi qarang, 7 kun bir hafta deyapti. Bir hafta qancha farq qiladi? Demak, bir kuni 40 minut farq qilsa, bir haftasi 7 karra 40 minut farq qiladi. Ya'ni 7 karra 40 bu 280 minut bo'ladi. 280 minut. 280 minutimiz bu 240 minutimiz. 240 minutu yana plus 40 minut bo'ladi. Demak, 240 minutimiz bu demak 4 soat bo'ladi. 4 soat va yana 40 minut bo'ladi. Ya'ni 4 soat va 40 minut farq qilar ekan. To'g'ri javob A variant.